do'stlarga zor bo'lmadi, bozorga chiqdi qulflay. Aldayapti, betonga ham bor. Ko'rdimki kelishda, yo'lda chetda. Bozorchilar ham qayerdan oladi? O'shalardan oladi. Qimmatga sotadi. Ko'rgani. Mana o'ynaga gapga qo'shib, tova qildim. Qanaqa bo'lasan sen? Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Kim senga kambag'al deb qizini bermayapti? Zam pulimiz bor bola. Yo'q. Tillasini sotamiz, ayang tillasini sotamiz. Dada, noto'g'ri chuvasizlar. Yo'q, dada, oddiy qo'shiq bu, oddiy qo'shiq. Men qara bolam, kel gaplashib olaylik. Nima bo'lyapti? Ishxonangda haydab yuborishdimi seni? Yo'q. Qizing tashab ketdimi? Ya qarzga botib ketdingmi? Ay darding. Dada, hammasi yaxshi. Uni o'ylab qarasam, sizlarni dam olishga olib tushmagan ekanman umuman. O'shanga bugun karaokega keldik. Karaokeda dam olaman. Ha, qo'shiq aytib, mazza qilib. Meni bolam boshim og'rib ketdi. Bizlarni dam olishimizni xohlasang bir konsertga olib tushdi. Bo'pti, qaysi konsertga olib tushing? Mana, qara, Islom Karimovning stand-up konserti bo'lyapti. Mazza, kulasan, dillaring ayraydi. Mikrofon bitta o'zida bor, boshingni og'ritmaydi hech kimda. Bo'ldi, shunga olib tushingmi? Men bunga tushaman, bolam, biletim bor. Mana o'zlaring ham olinglar deyapman-da. Bo'pti, mayli. Bolamiz harakat qilibdi. Bitta bo'lsa ham qo'shiq aytsin. Anani ayt, dadamga ichirmanglar. Men shunday ham ichmayman-ku. Siz ichmaysiz, sizga ichirishadi. Men shunaqa qilsa ularga ketaman men zerik. Yo'q, dada, men pulini to'lab qo'yganman 2 soatga, endi 15 minut bo'ldi. 2 soat mana shu podvalda o'tiramizmi? Ha, mazza qilib mana qo'shiq aytdim. Mevadan olinglar, mevadan. Meva bizlargami? Ha, hammasi bizga. Mana tarvuzlar, hamma narsasi bor. Tarvuzim bor ekan. 200 ming turar tarvuzni kilosi. Yo'q, dada, 50 mingga oldim. Ha, 50 ming pul emasda sen boyvachchada endi, ha? Yo'q, dada, hammasi yaxshi. Men qarang, men oxirigacha o'tirish shart emas-ku, to'g'rimi? Necha pul to'lading mana shu 2 soatga? 2 million to'ladim, dada. Hayot bu komediya.